Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men Aqto'm va Dildo'g'am. Navoiy viloyati Navoiy shahar tinchlik MFdan chiqyapman. Uzr, salgina mazam yo'q, sog'lig'im yo'q. Shu uchun zo'rg'a gapiryapman. Anchadan beri, oydan beri ahvolim juda og'ir. Adolatsizlik qurboni bo'lganman. Ham ishdan, ham mana doktorlardan. Shu murojaat qilishimdan sabab o'zim Navoiy ajida 2008-yildan beri ishlab kelmoqdaman. Ish davomida 2019-yil shu tibbiyot birlashmasiga davolanib, hamshira Sevara tomonidan noto'g'ri qo'l bo'lganda, mana shu kungacha 5 oydan beri ikkinchi guruh nogironi edim. Bizda nerv patologimiz faqat bitta topilgani umurtqa pog'onasi deydi. Menda hech qanaqa umurtqa pog'onasi kasalligi yo'q. Qon aylanishi yaxshi emas, nervda noto'g'ri qo'l bo'lgan, yengil darajada deb yozadi. Kecha mana futikka borsam 3-chi beryapti. Ha, nima? O'rta og'ir bo'lsangiz ham bular yengil yozib kelyapti. Men bu yerdagi nogiron reabilitatsiya o'tganimda ham ular ham nima yozsa tepadagi shapkasiga qarab hamma bir tomondan ko'chirma qilib keladi. Nima uchun ahvolimizga qarab tepadagisini yozmaydi? Hamma puliga o'qiganmi bilmayman. Nima uchun sog'lig'iga qaramay turib baho beryapti? Kecha ham ko'rdim, mana oyog'im shishib ketgan, bir oyog'im bitta oyog'im shishgan, bittasi ariq, bittasi semiz. Doktorlaringizda ayb deyapti futik. Kimda ayb? Nima uchun yaxshi tekshirmaydi? Nima uchun og'ziga kelgan narsani yozyapti? Nima uchun men 10 oydan beri bo'lmasa bansada yotibman, sog'lom bo'lsam, nima uchun menga e'tibor bermayapti sog'lig'imga? Bitta oyog'im qishi bilan qiynalib yotsam, bu yerdan boshlig'im Sindarov Sherzod adolatsizlik qilib holi yujniga qo'ysa, holi bu yoqqa shimoliga qo'y desa, masterlarimiz biza uni o'tolmaymiz desa, erkak dishimi bu? Boshliq dishimi? Ha desa, o'q ariza qilsangiz, men SMBdan chiqqanman. Men mansabdan foydalanish bo'lyaptimi? Men katta lavozimda ishlaganman, obro'yimni to'kyapti deydi. Men Oliy sudga ham, Gen prokuraturaga ham ariza qilganman. Javob xatini kutib o'tiribman. Kerak joyga ariza qilib, men fakt bilan chiqqanman. Meni ishchilarni nima desam ekan, qizlarga qarshi qilib, sani rais chaqiryapti deb qizlarga ariza yozdirtirib, qarshi chiqasa deb, menda hamma syomka, video, kerakli hujjatlar hammasi dakasatlar bor qo'limda. Olib bo'lganman kerakli odamdan. Kimdan olganimni yaxshigina bilasiz. Nima desam ekan, xonasiga chaqirdi. Agar menga qizlar yozgan bo'lsa ustimdan, xotin qizlar yo bo'lmasa pravkom ko'rish kerak edi. Nima uchun meni xonasiga chiqarib sud qilyapti, hech kim chora ko'rmayapti? Nima uchun doktorlarga chora ko'rmayapti? Nima uchun men o'sha yerdan travma olib turib, meni izolyatsiya qilishga qo'yapti? Nima uchun hech kim bunga chora ko'rmayapti? Men sizdan iltimos qilaman, hurmatli prezident. Bir ayol ojizani qo'ylatib qo'ymaysiz degan umiddaman. Shuncha qaror chiqaryapsiz, shuncha nogironlarga shuncha sharoit yaratyapsiz, lekin hech kim eshitmayapti. Nima sababdan? Bu ishga chiqdim degancha, men senga topshiriq, uni yujniga yubor. Nima, men uni firmasida ishlayapmanmi? Uni otasini uyida ishlayapmanmi? Yo plan nimasida ishlayapmanmi firmasida? Bu zavod bu. Bandlik ko'rmasa chora. Prokuratura chora ko'rmasa, shunchalik zamon zo'rdikimi? Mansabdan foydalanish bo'lyaptimi? Kim qonuniy chora ko'radi? Qani adolat? Men sizdan iltimos qilaman, qonuniy chora ko'rib, menga yordam berishingizni so'rayman. Ana, ko'taring. Men nogironsan, cho'loqsan deganda, ikkinchi etajdan yiqilganimda 102-103 bo'lgan. Navro'zdagi uchastkoy bosti qilib kelgan. Dash uchastkoyga hech kim chora ko'rmadi. 11:02 ga chiqqanman. Yuqori men chiqqanman. Hamma joyga ariza qilganman. Hamma joyga formasidan, lavozimidan foydalanib kelgan xodimga chora ko'rishni so'rayman.